Altitude o'zi AI dan boshlanadi. Nima uchun? Hozirlarga ko'rsatib beraman. Biz bitta zo'r instrument qilganmiz. Tasavvur qiling, sizda sun'iy intellekt bor. U sun'iy intellekt sizni SAP bazasiga ulangan. Ya'ni siz bergan savollarga SAPdan olib javob beradi. U ChatGPT bo'ladimi, Cloudmi, xohlagan sun'iy intellekt tanlasangiz bo'ladi. Qaysini sizga algoritm yoqadigan bo'lsa, SAPdagi bazaga ulab qo'yasiz. Bu instrument sizga ko'prik vazifasini bajaradi. Va u faqat sizni savollaringizga javob berib, отчётlarni ko'rsatib qolmasdan, uni birga siz bilan tahlil qiladi, o'zini tavsiyalarini beradi. O'sha sun'iy intellektning nima imkoniyatlari bo'lsa, o'shundan foydalansangiz bo'ladi. Mana misol uchun bu yoqda kirilchada savol berganman, javob berdi. Lotinchada savol berganman, xohlagan tilingizda gaplashsangiz bo'ladi. Aynan uchreditellar, boshqaruvchilar uchun juda qulay instrument bo'ladi. Bundan tashqari, faqat AI chatdan tashqari har xil qo'shimcha funksiyalar bor. Bu qanaqadir anomaliyalar sezsa signal beradi. Yoki doim qilinadigan zadachalarni oldindan berib qo'ysak, o'rninglarga bajarib tursa bo'ladi. Qanaqadir отчётlarni har kuni sizlarga Excel holatida yasab pochtaga yoki Telegramga jo'natib turishi mumkin. AI qila oladigan hamma zadaniyalarni bunga bersanglar bo'ladi. Finansiy analiz bo'yicha balans, P&L, cash flowlarni standartni qilib qo'yib qo'yganmiz. O'sha baza bo'yicha tanlagan periodlarga u analiz qilib beradi. Yana unga qo'shimcha savol bersa bo'ladi. Masalan, nima uchun bu oy foyda tushib ketdi? Nimaga bog'liq? Qaysi tovarga yoki qaysi bo'limga bog'liq yoki qaysi xarajatlar nima uchun bu oy xarajatlar ko'payib ketdi deb savol bersanglar bo'ladi. Bu aytganimdek, o'sha ulab qo'ygan AI ni algoritmini ishlatadi. Mana bizda hozir OpenAI bilan Anthropic ulangan va uni qancha token ishlatganligini bu yerdan tahlil qilib qo'ysangiz, limitlar qo'ysangiz bo'ladi. Misol uchun bitta odamga shuncha oylik limit va o'sha pользовательlarga dostuplarni berib qo'ysangiz bo'ladi. Komanda bilan birgalikda ishlatsanglar ham bo'ladi. Panelda dashbordlarimizni настройка qilsak, xohlagan отчётlarimizni doim ishlatadigan отчёtlar bo'lsa, saqlanib qilib olsak bo'ladi o'zimizga. Bu instrumentlarga qiziq bo'lsa, bizga aloqaga chiqinglar, yana batafsil ko'rsatib beramiz.